Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida qariyalar uchun qo'shimcha to'lov oshishi kimlarga tegishli? Kim haqiqatan ham pensiyasiga qo'shimcha ravishda taxminan 5 million so'm atrofida pul olishi mumkin. Kimlar esa bu pulni kutib o'rab bo'lmasligi kerak. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi yoki yoshi katta qarindoshimiz bor. Birgina noto'g'ri tushuncha sabab odamlar hamma pensionerga pul berilar ekan deb o'ylab, keyin hafsalasi pir bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Avvalo asosiy savolga aniq javob beraman. Bu qo'shimcha hamma qariyalarga avtomatik beriladigan umumiy yordam emas. Gap odatda ma'lum yoshga yetgan aniq belgilangan shartlarga tushadigan pensionerlar haqida ketadi. Ya'ni men pensionerman, demak avgustda menga ham 1 million so'm qo'shilar ekan deb xulosa qilish noto'g'ri. Eng ko'p uchraydigan holat shuki, yoshi katta pensioner, masalan, aqam buni yoshga to'lgan yoki undan oshgan fuqaro. Qonunchilikda belgilangan qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham hujjatlar, yashash holati, pensiya turi, ro'yxatdagi ma'lumotlar va to'lov tayinlangan sana juda katta ahamiyatga ega. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyasini faqat asosiy pensiya miqdori deb tushunardi. Ya'ni odam mehnat staji, ish haqi, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotganlik asosida pensiya oladi. Lekin pensiya tizimida faqat bitta raqam bo'lmaydi. Asosiy pensiyadan tashqari ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, odamlar o'z pensiya varaqasida bu qismlarni alohida ko'rmaydi yoki tushunmaydi. Natijada faloncha ko'payibdi, menga nega ko'paymadi degan savol paydo bo'ladi. Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, yoshi ulug' pensionerlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar miqdori qayta hisoblanishi yoki indeksatsiya qilinishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida ayrim fuqarolarning pensiya tushumida sezilarli farq ko'rinadi. Bu farq ba'zi holatlarda 20 million so'mga yaqinlashi mumkin. Lekin men yana ta'kidlayman, bu hamma qariyaga 20 million so'm tarqatiladi degani emas. Bu aniq shartga tushgan odamning pensiyasiga qo'shimcha hisoblanadigan pul bo'lishi mumkin. Keling, buni oddiy tilda tushuntiraman. Agar odam belgilangan yosh chegarasiga yetgan bo'lsa, masalan, taqsir yoshga to'lgan bo'lsa, ayrim tizimlarda unga pensiyasiga qo'shimcha ustama beriladi. Bu ustama pensiyaning asosiy qismidan alohida hisoblanadi. Shuning uchun bitta pensioner 2 million so'm pensiya olsa, yoshi bo'yicha qo'shimcha chiqqandan keyin uning umumiy oylik tushumi 3 million darhus ming yoki 3 million 500 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Boshqa pensioner esa 2 million naqs ming so'm olayotgan bo'lsa, unga ham aynan shunday qo'shimcha chiqsa, umumiy tushumi 1 milliondan oshishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, qo'shimcha asosiy pensiya miqdoriga qarab har doim bir xil foizda ko'paymaydi. Ko'pincha alohida belgilangan summa yoki bazaviy ko'rsatkichga bog'liq bo'ladi. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tekshirishi kerak, kimlar esa kutmasligi kerak? Birinchi navbatda oilangizda hakim yoshga to'lgan yoki avgust oyigacha hakim yoshga to'ladigan pensioner bo'lsa, albatta pensiya ma'lumotlarini tekshiring. Masalan, buvingiz 1944 yil iyul oyida tug'ilgan bo'lsa, u 2024 yil iyulda takadin yoshga to'lgan bo'ladi va avgust oyidagi to'lovlarda qo'shimcha aks etishi mumkin. Agar bobongiz 1940 yil sentabrda tug'ilgan bo'lsa, u avgustda hali bu yoshga yetmagan bo'ladi. Demak, avgust oyidagi qo'shimchani kutish to'g'ri bo'lmaydi. Mana shu oddiy sana ko'pchilikni chalg'itadi. Ikkinchi muhim toifa nogironligi bo'lgan yoshi katta fuqarolar. Ba'zi pensionerlarda yosh bo'yicha pensiya emas, nogironlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Agar inson allaqachon nogironlik bo'yicha ayrim ustamalarni olayotgan bo'lsa, yoshi bo'yicha yana qo'shimcha tayinlash masalasida alohida qoida bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita ustama bir vaqtning o'zida to'liq qo'shiladimi yoki faqat bittasi tanlanadimi? Buni pensiya bo'limidan aniq tekshirtirish kerak. Chunki amaliyotda odam men taqsir yoshga to'ldim demak yana bir 5 million qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin u avvaldan shunga teng yoki undan yuqori boshqa ustama olayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa qariyaga qarayotgan oila a'zolari. Ko'p hollarda farzandlar, kelinlar yoki nevaralar qariyaning nomidan pensiya oladi. Bank kartasidan foydalanadi, hujjatlarni yuritadi. Agar uyda yoshi katta odamning pasport ma'lumotlari yangilanmagan, yashash manzili eski,
Bank kartasi muddati tugagan yoki pensiya oluvchi shaxsning hujjatlarida xatolik bo'lsa, qo'shimcha tayinlanishi kechikishi mumkin. Bu pul yo'qolib ketdi degani emas, lekin to'lov kechikadi. Qayta hisoblash kerak bo'ladi. Odam bir necha hafta yoki bir necha oy ovora bo'lishi mumkin. Endi birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi, lekin yoshga to'lgan otaxon 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Uning tug'ilgan sanasi iyul oyida. Avgust oyida unga yoshi bo'yicha qo'shimcha to'lov hisoblanishi kerak. Agar qo'shimcha miqdor taxminan 1 million so'm atrofida bo'lsa, otaxonning avgustdagi umumiy tushumi 3 million 800 ming so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Lekin kartaga aynan shu raqam tushmasa, darrov meni aldashdi deb xulosa qilish kerak emas. Chunki ba'zida to'lovlar alohida kunlarda tushadi. Avval asosiy pensiya, keyin qo'shimcha yoki aksincha. Shuning uchun bank SMS xabarlarini, pensiya bo'limidagi hisob-kitob varaqasini va plastik karta aylanmasini alohida tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi onaxon 79 yoshda, lekin odamlar unga qariyalarga qo'shimcha chiqibdi. Sizga ham beriladi deyishgan. U avgustda kutadi, lekin pul tushmaydi. Nega? Chunki u hali belgilangan yoshga yetmagan. Agar uning yaqin yoshga to'lish sanasi noyabr oyida bo'lsa, qo'shimcha ham shunga mos ravishda keyingi davrdan boshlab hisoblanadi. Bu yerda men ham pensionerman degan asos yetarli emas. Qo'yda yosh chegarasiga bog'langan bo'lsa, tug'ilgan kun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi pensioner nogironlik pensiyasi oladi va qo'shimcha parvarish to'lovi ham bor. U daqim yoshga to'ldi. Oilasi endi yana 1 million qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya bo'limida tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, u olayotgan ayrim ustamalar bir-birini takrorlamaydi yoki qonunda bir vaqtning o'zida faqat bitta yuqoriroq ustama qo'llanishi belgilangan. Natijada uning pensiyasi biroz o'sishi mumkin. Lekin odam kutgan darajada oshmasligi ham mumkin. Mana shu nozik joyini ko'pchilik bilmaydi. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi katta bir yoshli buvi allaqachon bu qo'shimchani olishi kerak edi. Lekin uning pensiyasida o'zgarish bo'lmagan. Sababini tekshirganda pasport ma'lumotlari eski bazada noto'g'ri kiritilgani aniqlangan. Tug'ilgan oy yoki kun xato yozilgan. Bunday holatda odamning huquqi bor. Lekin tizim uni avtomatik ko'rmaydi. Shuning uchun hujjatdagi bitta raqam ham pul masalasida muhim. Men doim aytaman, qariyalarning pasporti, ID kartasi, pensiya daftarchasi, bank kartasi va yashash manzili bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni birma-bir aytaman. Birinchi xato ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhani ko'rib, hamma pensionerlarga pul beriladi deb o'ylash. Aslida sarlavha e'tibor tortish uchun yoziladi, lekin ichida aniq shartlar bo'ladi. Ikkinchi xato qo'shimcha pulni bir martalik yordam bilan aralashtirish. Ba'zi to'lovlar har oy beriladi, ba'zilari bir marta beriladi. Ba'zilari esa faqat ma'lum bayram, kompensatsiya yoki davlat dasturi doirasida chiqadi. Uchinchi xato qo'shnim oldi. Demak, men ham olishim kerak deb solishtirish. Qo'shningizning yoshi, pensiya turi, staji, nogironlik guruhi, oilaviy holati, ro'yxati va hujjatlari siznikidan farq qilishi mumkin. Yana bir nozik masala bor. 1 million so'm degan raqam har doim qo'lga aniq 1 million 500 ming so'm tushadi degani bo'lmasligi mumkin. Ayrim hollarda bu taxminiy hisob, ayrim hollarda valyuta kursi yoki bazaviy miqdorga bog'liq izoh, ayrim hollarda esa qo'shimchaning maksimal ko'rinishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Siz har doim menga qancha tushadi degan savolni umumiy gap bilan emas, o'zingizning aniq pensiya ishingiz bo'yicha so'rang. Chunki qonunda bir xil qoida bo'lsa, hisob-kitob har bir odamning ishiga qarab chiqariladi. Endi kimlar bu masalada xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner hali belgilangan yoshga yetmagan bo'lsa, masalan 65, 70 yoki 75 yoshda bo'lsa va qoida aynan takkatim yoshdan boshlansa, avgustda qo'shimcha kutishga asos yo'q. Agar pensioner pensiya olmayotgan bo'lsa, faqat ijtimoiy yordam yoki boshqa turdagi nafaqa olayotgan bo'lsa, bu ham alohida tekshiriladi. Agar odam boshqa davlatdan pensiya olayotgan bo'lsa yoki yashash joyi bo'yicha hisobda muammo bo'lsa, to'lov tartibi yanada boshqacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, vafot etgan pensioner nomiga keyingi oylar uchun to'lov olish qonuniy emas. Bunday holatda ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Istisnolar haqida ham ochiq aytish kerak. Ba'zi qariyalar mehribonlik uyi, internat yoki davlat qaramog'idagi muassasada yashashi mumkin. Bunday holatda pensiya va qo'shimcha to'lovlarning bir qismi yoki tartibi boshqacha yuritilishi mumkin. Ba'zi qariyalar chet elda bo'lishi mumkin.
Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovini davom ettirish uchun ma'lum tasdiqlar talab qilinadi. Ba'zi hollarda ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Farzandi bankka boradi, lekin pulni ola olmaydi. Chunki ishonchnoma amal qilmayapti. Bu qo'shimcha tayinlanmagan degani emas, bu hujjat muammosi degani. Yana bitta pitfall, bank kartasi masalasi. Ko'plab qariyalarning kartasi farzandida turadi. SMS xabar boshqa telefonga ulangan bo'ladi. Pul tushadi, lekin bu yoki bobo buni bilmaydi. Yoki aksincha, asosiy pensiya tushadi, qo'shimcha kechikadi, farzand hammasi tushdi deb o'ylaydi. Shuning uchun pensiya yoshidagi odamning kartasi bo'yicha oxirgi 2-3 oylik aylanmani chiqarib ko'ring. Bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank filialidan ko'chirma olish mumkin. Shunda asosiy pensiya, qo'shimcha, kompensatsiya va boshqa tushumlar alohida ko'rinadi. Amaliy maslahatga o'tamiz. Birinchi qadam, qariyaning tug'ilgan sanasini tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi sana bo'yicha u avgust oyiga qadar belgilangan yoshga yetganmi yoki yo'qmi? Shuni aniqlang. Og'zaki veterindan oshgan degan gap yetarli emas, hujjatdagi sana kerak. Ikkinchi qadam. Pensiya turi qandayligini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa nafaqami? Bu ma'lumot pensiya bo'limida yoki mavjud hujjatlarda ko'rsatiladi. Uchinchi qadam. Pensiya bo'limiga murojaat qiling. Odatda yashash joyi bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga boriladi. O'zingiz bilan pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya hujjati, bank kartasi rekvizitlari. Agar siz uning nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, uyda yotgan bo'lsa yoki salomatligi og'ir bo'lsa, buni alohida ayting. Ayrim holatlarda mas'ul xodimlar joyiga chiqib o'rganishi yoki vakil orqali hujjat qabul qilishi mumkin. 4-qadam, murojaatda aniq savol bering. Qariyalarga pul chiqibdi, menga ham bering demang. Bunday umumiy gap bilan javob ham umumiy bo'ladi. Buning o'rniga shunday deng: falonchi fuqaro falon sanada taqvimiy yoshga to'lgan. Shu yosh bo'yicha pensiyaga qo'shimcha ustama tayinlanganmi? Agar tayinlanmagan bo'lsa, sababi nima? Qaysi sanadan hisoblanadi? Qayta hisob kitob qilinadimi? Mana shunday savol bersangiz, xodim ham aniq javob berishga majbur bo'ladi. 5-qadam, yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin muammo hal bo'lmasa, yozma murojaat muhim. Arizada pensionerning FE, tug'ilgan sanasi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va talabingizni aniq yozing masalan. Yoshim bo'yicha pensiyaga qo'shimcha to'lov tayinlanishini va avgust oyidan boshlab qayta hisob-kitob qilinishini so'rayman deb yozish mumkin. Arizadan nusxa oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlab qo'ying. Keyin javobni talab qilish oson bo'ladi. 6-qadam, hujjatlardagi xatolarni tuzating. Agar tug'ilgan sana, ism-sharif, familiya, otasining ismi, manzil yoki pasport raqami nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya bo'limi to'lovni darrov tayinlamasligi mumkin. Bunday holatda FHDYO migratsiya bo'limi mahalla yoki tegishli tashkilotlardan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Bu biroz vaqt oladi. Lekin keyingi oylarda pul to'g'ri tushishi uchun shu ishni qilish shart. 7-qadam, pul tushumini nazorat qiling. Avgust oyida qo'shimcha kutilayotgan bo'lsa, faqat bitta SMSga qarab xulosa chiqarmang. Ba'zi to'lovlar bo'lib tushadi. Kartaga tushgan summani yozib boring. Qaysi kuni qancha tushdi? Izohida nima yozildi? Agar naqd shakllarda olsa, pochta yoki to'lov tarqatish jadvalini tekshiring. Ba'zan odam pulni oladi. Lekin qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha ekanini bilmaydi. Keyin menga berilmadi deb o'ylaydi. Ko'chirma bu savolga aniq javob beradi. Men yana bir narsani alohida aytmoqchiman. Qariyalarning pulini oilada shaffof yuritish kerak. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala. Agar buyingiz yoki bobongizning pensiyasiga qo'shimcha tushsa, bu pul birinchi navbatda uning ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, shifokor ko'rgi, kommunal to'lovlar, parvarish xarajatlari. Ko'p oilalarda qariya o'z puli qancha ekanini bilmaydi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pul tushadi, lekin qariyaning dorisiga pul topilmaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya va qo'shimcha to'lov qariyaning haqqi. Agar pensiya bo'limi sizga tegishli emas desa, darrov tortishmang. Avval sababini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirishni so'rang. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Yosh yetmagan, pensiya turmos emas, boshqa ustama olayotgan, hujjat xato, ro'yxat yangilanmagan, bank rekviziti noto'g'ri, ishonchnoma muddati o'tgan. Sababni bilmasdan turib muammoni yechib bo'lmaydi.
Agar javobga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki elektron murojaat tizimlari orqali shikoyat qoldirish mumkin. Endi avgust oyida aynan kim 2 million so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkinligini yana bir marta tartibli aytaman. Birinchidan, belgilangan yoshga, ko'p hollarda taqim yoshga yetgan pensionerlar. Ikkinchidan, ularning pensiya hujjatlarida muammo bo'lmasligi kerak. Uchinchidan, qo'shimcha to'lov boshqa ustama bilan cheklanmagan bo'lishi kerak. To'rtinchidan, to'lov tayinlanadigan sana avgust oyiga to'g'ri kelishi yoki undan oldin kelgan bo'lishi kerak. Beshinchidan, bank yoki pochta orqali to'lov kanali faol bo'lishi kerak. Mana shu shartlar bir joyga kelganda odamning pensiyasida sezilarli o'sish paydo bo'ladi. Kim olmaydi? Hali yosh chegarasiga yetmaganlar olmaydi. Faqat pensioner bo'lgani uchun avtomatik olmaydi. Hujjati mos kelmaganlar vaqtincha olmasligi mumkin. Boshqa turdagi ustama sabab qo'shimcha hisoblanmaydiganlar kutgan summani olmasligi mumkin. Chet elda yoki ro'yxatida muammo bo'lganlar qo'shimcha tekshiruvsiz olmasligi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l taxmin qilish emas, tekshirish. Xulosa qilib aytaman. Avgust oyidagi qariyalar qo'shimchasi haqidagi xabar juda muhim, lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Gap hamma pensionerga bir xil pul tarqatish haqida emas, balki aniq shartlarga tushadigan yoshi ulug' fuqarolarning pensiyasiga qo'shimcha hisoblanishi haqida ketmoqda. Oilangizda dahamın yoshga yetgan yoki yaqin oylar ichida yetadigan qariya bo'lsa, hujjatlarni tekshiring. Pensiya bo'limidan aniq hisob-kitob so'rang. Karta tushumlarini nazorat qiling va kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Sizning oilangizda shunday qo'shimcha kutayotgan pensioner bormi? Avgust oyida pensiyaga qo'shimcha tushdimi yoki hali tushmadimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot qariyaning haqqi o'z vaqtida oliniga yordam berishi mumkin.